Kim Chen In yangi Hwasong-20 raketasini namoyish qildi. 2025-yil 10-oktyabr kuni Pxenyanda ulkan harbiy parad bo'lib o'tdi. Bu parad Shimoliy Koreya Mehnat partiyasining 80 yilligiga bag'ishlandi. Unda Kim Chen In yangi Hwasong-20 raketasini namoyish qildi. Hwasong-20 Shimoliy Koreya tomonidan yaratilgan eng kuchli strategik yadroviy qurol. Rasmiy bayonotlarga ko'ra, bu raketa AQShning istalgan nuqtasiga yetib borish salohiyatiga ega. Paradda Rossiyadan Dmitriy Medvedev, Xitoydan Li Chang va Vyetnamdan To Lam ishtirok etdi. Bu Shimoliy Koreyaning xalqaro maydondagi ta'sirini ko'rsatadi. Kim Chen In nutq so'zlab, armiyamiz har qanday tahdidni yo'q qilishga qodir kuch bo'lishi kerak dedi. Raketa texnologiyasi bo'yicha Shimoliy Koreya Rossiya bilan hamkorlik qilayotgan bo'lishi mumkin. Janubiy Koreya razvedkasi bu borada ogohlantirish berdi. Shimoliy Koreya bu raketani strategik tinchlik kafolati deb ataydi. Ammo xalqaro hamjamiyat bu harakatni xavfli deb baholamoqda. Shimoliy Koreya armiyasi parad davomida dronlar, tanklar va raketalarni namoyish qildi. Bu kuch namoyishi edi. Shimoliy Koreya dunyoga kuchini ko'rsatmoqda. Ammo bu kuch tinchlikmi, tahdidmi, vaqt ko'rsatadi.